Mezbon ijodkorimizni taklif etamiz. Demak, badiiy maydonimizga xushovoz xonanda Javohir Ergashev boshchiligidagi sozandalar guruhi. Javohir bir javohirona qo'shiq kuylab beradilar. Boyagini eshitdingiz Nargiz opamiz, eshiklarni, oynalarni ochadilar, shaboda keladi, pardalar ko'tariladi, mayin kayfiyat ko'tariladi. Xo'sh, qani siz qanaqa holatni bizga oshno qilar ekansiz? Marhamat, marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qo'shiqlarimiz tarjima Aşıqlar yox gül uzib, yox tikan bosganida, shu sabab ajab-ajab qo'shiqlar yozganida. Aşıqlar yox gül uzib, yox tikan bosganida, shu sabab ajab-ajab qo'shiqlar yozganida. Gul shoxida qolgan yor, ro'moliga yuz bosib, may ichmay yor atridan mast bo'lib qolganida. Gul shoxida qolgan yor, ro'moliga yuz bosib, may ichmay yor atridan mast bo'lib qolganida. Necha kunki ahvolim, so'ragingiz yo'q nega? Qiynab meni xavotirim, daragingiz yo'q nega? Necha kunki ahvolim, so'ragingiz yo'q nega? Qiynab meni xavotirim, daragingiz yo'q nega? Men vodiyning bag'rida sizga intizor bo'lsam, siz o'ynab yuribsizday voqayu toshkentlarda. Men vodiyning bag'rida sizga intizor bo'lsam, siz o'ynab yuribsizday voqayu toshkentlarda, voqayu toshkentlarda. Egildi mag'rur boshlar, yo'q yor yor aytildi, yo'q to'kildi ko'z yoshlar. Sho'xi parivashlarga egildi mag'rur boshlar, yo'q yor yor aytildi, yo'q to'kildi ko'z yoshlar. Aqldan ozdirganda nostuna bu qarashlar, kunduz demay tun demay yor tomon shoshganlarda. Aqldan ozdirganda nostuna bu qarashlar, kunduz demay tun demay yor tomon shoshganlarda. Necha kunki ahvolim, so'ragingiz yo'q nega? Qiynab meni xavotirim, daragingiz yo'q nega? Necha kunki ahvolim, so'ragingiz yo'q nega? Qiynab meni xavotirim, daragingiz yo'q nega? Men vodiyning bag'rida sizga intizor bo'lsam, siz o'ynab yuribsizday voqayu toshkentlarda. Men vodiyning bag'rida sizga intizor bo'lsam, siz o'ynab yuribsizday voqayu toshkentlarda, voqayu toshkentlarda. Salomat bo'ling, voqayu toshkentlarda. Javohirbek, salomat bo'ling. Hamma joyda tong otdi, butun voha vodiy, butun O'zbekistonda muazzam diyorimizda tong. Bugun taqvimda 19-aprel va bugun shanba. Efirda Nargizalar va Tolibjon. Sizga vido bo'lsin jon. Sizlarga savol berdim, tongni qanday qarshi olasizlar, qanaqa bo'lasizlar? Menga savol bermadinglar. Ayol kishini xayol ham juda. Ha, ertalabdan nonushta va hokazo kiyimlar. Xo'p, menmi savolni so'rab olganimni qarang. Qahva bilan boshlayman deysizmi? Yo'q, hozir qahvaxo'r. Yo, o'zim meni. Tongi dasturga keladigan kunim bilasizlar, uxlolmayman. Birinchi o'rinda men bilasizlar